Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Doctors Team jamoasi a'zosi Farida Mahmudova. Tayyormisiz? Boshladik. Bugun anatomiyadan 9-mavzu yuqori va pastki jag', yanoq, tanglay va til osti suyaklari haqida gaplashamiz. Tayyormisiz? Unda ketdik. Videoni ko'rishdan oldin Doctors Teamning YouTube va Telegram kanallariga a'zo bo'lishingizni so'raymiz. Yuqori jag' suyagi os maxilla deb ataladi. Ya'ni u visceranium yuz qismining juft suyagi hisoblanib, ya'ni yuqorida joylashgan bir juft suyak hisoblanadi. Parda ichki suyaklanish orqali rivojlanadi. U 4 ta yuzali, 4 ta o'simtali tanadan iborat. Ya'ni 4 ta fasiyasi bor va 4 ta prosessuslardan tashkil topgan suyak hisoblanadi. Bir juft joylashgan suyak hisoblanadi. Ya'ni yuqori jag' suyagi pnevmatik suyak bo'lib, eng katta paranazal sinus, ya'ni sinus maxillarisni o'z ichiga olar ekan. Ko'z kosasi, burun, og'iz bo'shliqlarini hosil qilishda qatnashadi. Ya'ni ko'zning pastki devorini va burunni hosil qilishda, og'iz bo'shliqlarini hosil qilishda ishtirok etuvchi suyak bu os maxilla ekan. Juft g'ovak suyak hisoblanadi. Ikkita qismi mavjud, ya'ni korpus qismi va 4 ta o'sig'idan iborat bo'ladi. Xo'p, qismlari. Ana endi maxillaning qismlariga kelsak, asosan ushbu qismlari mavjud. Korpus maxillae, ya'ni uning asosi asosan 4 ta yuzadan iborat bo'ladi. Yuzalari, demak, fascis anterior oldingi yuza. Xo'p, demak, bitta qaraymiz suyakka. Fascis anterior degani mana suyakning mana shu old qismi fascis anterior yuzasi hisoblanadi. Fascis orbitalis ko'zga qaragan yuzasi bor. Mana bu tomonda ko'z kosasining pastki devorini hosil qilishda ishtirok etadigan yuzasi bo'ladi. Uchinchisi fascis infratemporalis chakka osti yuzasi bo'ladi. U chakka tomonda joylashgan. Ya'ni mana bu chakka tomonda joylashgan chakkaning osti yuzasi bo'ladi. Va fascis nasalis burun yuzasi bo'ladi. Mana burunning ichki to'sig'ida mana bu ichkari tomonda yuzalari bo'ladi. Demak, yuzalarni farqlab oldingiz. Qaysi suyaklarni hosil qilgan bo'lsa, ana shularni yuzalar hosil qilar ekan. O'siqlari asosan 4 ta o'sig'i mavjud. Ya'ni processus frontalis peshanaga ketgan o'sig'i. Mana yuqoriga qarab peshana o'sig'ini hosil qiladi. Ikkinchisi processus palatinus tanglay o'sig'i hisoblanadi. U ichkarida bo'ladi, mana. Tanglay suyagini hosil qilishda ishtirok etadigan o'sig'i. Processus zygomaticus yanoq o'sig'ini hosil qiladi. Xuddi kecha biz chakkada yanoq o'sig'ini ko'rgandik. Maxillani ham yanoq o'sig'i bo'ladi. Ikkovi birgalashib arcus zygomaticusni hosil qiladi, yanoq ravog'ini. Va processus alveolaris. Alveola degani bu yerda tish ma'nosida kelgan. Mana bu yerda tish o'sig'ini hosil qilgan, mana bu yerda ham berilgan havo rangda. Ya'ni tishlarni hosil qilishda ishtirok etadigan o'sig'i bo'ladi. Ana endi yuzalariga, har bir yuzasida nimalar borligiga e'tibor beramiz. Fascis anterior oldingi yuzasida nimalar bor? Oldingi yuzasida margo infraorbitalis, ya'ni ko'zning pastki qirg'og'i bilan chegaralanib turar ekan. Fascis anterior yuzasida incisura nasalis, burunning o'ymasi, spina nasalis anterior, burunning oldingi o'sig'i, foramen infraorbitali, ko'zning pastki teshigi bor. Esizdami? Peshona suyagi os frontalini o'tganimizda ko'z qismi pars orbitalis qismida margo supraorbitali, foramen supraorbitali haqida gaplashgandik. Ana endi foramen infraorbitali, margo infraorbitali endi bu maxillaga kirib ketadi. Bundan bilish mumkin, ko'z kosasi orbita o'zi bir yaxlit suyak emas. U bir nechta atrofidan suyaklarning birikishidan hosil bo'lgan 4 devorli kosacha hisoblanar ekan. Demak, maxillada foramen infraorbitaldan yuqori nerv va qon tomirlar chiqar ekan. Fossa canina, ya'ni it chuqurchasi yoki yugancha yoki kuldirgich degan ma'noni anglatadi. Bu yerda kuldirgich, musculus caninus kabi mushaklar kelib bu chuqurchaga birikadi. Yuga alveolaris, alveolar bo'rtiqchalar. Xo'p, ularni qanday farqlaymiz? Xo'p, mana bu rasmga qaraymiz. E'tibor bersak, mana bu yerlarda qizil bilan belgilayapman, bo'rtiqchalar turibdi. Suyaklarning ustida turgan bo'rtiqchalar. Ular yuga alveolarislar deb atalar ekan.
Xo'p, ana endi biz fascies orbitalis, orbital yuzasi haqida gaplashamiz. Orbital yuzasida nimalar bor? Bu ham margo infraorbitalis bilan chegaralangan. Sulcus infraorbitalis pastki ko'zning egati, canalis infraorbitalis, ya'ni foramen infraorbitaliga ochiladi. Fissura orbitalis inferior, ya'ni ko'zning pastki yorug'i bor. O'zi ko'zning ichida ikkita yorug' bo'lardi, supraorbital, infraorbital fissuralar. Uni ham pasti fascies orbitalisi aynan maksillaga to'g'ri kelar ekan. Foramina alveolari superior, anterior et mediani yirik va kichik ostiga tishga nerv o'tadi. Ya'ni incisura lacrimalis ko'z yosh suyagining o'ymasi ham fascies orbitalisda bo'ladi. O'zi e'tibor bering, ko'zning pastki devorini hosil qilyapti. Ko'zning pastki devorida nimalar bo'lsa, shularni aytsak, bu maksillaning orbital yuzasiga to'g'ri keladi. Ana endi fascies nasalis, ya'ni burun yuzasi haqida gaplashamiz. Bu burunning ichki yuzasini hosil qiladi. Ya'ni burun to'siq bilan ikkiga ajralgan septum nazi orasida yuzlari, katakchalari bo'ladi. Ana shu yuzasini maksillaning bir qismi hosil qiladi. Burun bo'shlig'ini lateral devorni hosil qiladi. Crista etmoidalis, g'alvirsimonning qirrasi bu o'rtada joylashgan. Crista conchalis, ya'ni chig'anoq kristalari pastda joylashgan. Hiatus maxillaris, pastki jag'ning yorug'i, gaymor bo'shlig'ining ochilishi. Mana shu yerga, demak, gaymor bo'shlig'i ochiladi. Xo'p, sulcus lacrimalis bor. Gaymor bo'shlig'ining ikkinchi nomi bu cavitas maxillaris, ya'ni ustki jag'ning bo'shlog'i hisoblanadi. Sulcus lacrimalis canalis nasolacrimalis-ga davom etadi, ya'ni burun ko'z yosh kanaliga. Burun ko'z yosh kanali o'zaro ko'z yosh suyagi bilan bog'langan hisoblanadi, ya'ni ko'z yosh suyuqligiga ajralib chiqadigan joy. Qon tomir va nervlar o'tar ekan. Ana endi 4-yuzasi fascies infratemporalis haqida gaplashsak, bu yuzada nimalar bor? Bu chakkaning ostiga to'g'ri keladigan yuza hisoblanadi. Tuber maxillae, ya'ni ustki jag'ning do'mbog'i, sulcus palatinus major, katta tanglayning egati va katta tanglay kanalidan iborat bo'ladi. Foramina alveolare superior posterior, ya'ni tishlarning yuqori va orqa teshiklaridan iborat bo'lib, u yerlardan qon tomir va nervlar o'tar ekan. Ana endi biz 4 ta o'sig'i haqida gaplashsak, o'siqlari. Processus frontalis, peshona o'sig'i, ya'ni mana yuqoriga qarab peshanaga ketyapti, peshanani bir qismini hosil qilishda ishtirok etadi. Demak, bu asosan peshona o'sig'i ko'zning o'sha medial devorini hosil qiladi. Crista lacrimalis anterior, ya'ni ko'z yosh suyagining oldingi qirrasini hosil qiladi. Sulcus lacrimalis, ya'ni ko'z yosh egati, margo lacrimalis, ko'z yoshning qirg'og'i va crista etmoidalis, g'alvirsimon qirrasi. E'tibor bersangiz, bu o'sig'i peshanaga qarab ketyapti-da va ko'zning medial devorini hosil qilyapti. Ko'zning medial devorida bizda qaysi joy joylashardi? Ko'z yosh bezi suyagi os lacrimale joylashgan bo'lar edi. Xo'p, ikkinchi o'sig'i processus alveolaris, tishlarni hosil qiladigan o'sig'i. Demak, bu yerda bo'ladi nimalar bo'ladi? Xo'p, e'tibor beramiz. Bu yoqda arcus alveolaris, ya'ni tishlarning ravog'i. Tishlarning ravog'i qayerda bo'ladi? Mana har bir tishning yuqorisida joylashgan, e'tibor bersanglar, ustiga chizyapman. Ustida joylashgan mana bu qismlari ravog'i, arcus alveolaris hisoblanadi. Alveola dentalis bu tishlar degani. Septum interalveolare degan joyi bor. Ana endi septum interalveolare, septum interradiculare degan joy bor. Xo'p, mana bu tishlarning orasidagi mana bu to'siqlarni biz septum interalveolare deb ataymiz. Septum interradiculare degan to'siq bor. U katta oziq tishlarda bo'ladi. Katta oziq tishlar bir nechta katakchadan iborat bo'ladi. Ana shu katakchalarning orasidagi to'siq septum interradiculare. Demak, bizda hozir kerak septum interalveolare. Alveola degani bu tish ma'nosida kelgan. Yuga alveolare bu bo'rtiqlar. Mana tishlarning ustida bo'rtiqchalar bo'ladi. Bu bo'rtiqchalarni biz yuga alveolare deymiz. U pastki jag mandibulada ham bo'ladi. Va 4-o'sig'i bu processus zygomaticus, yanoq o'sig'i hisoblanadi. Mana bu yerda berilgan yanoq suyagining bitta o'sig'i hisoblanadi. Yanoq uchun bu processus maxillaris degan o'siq. Maxilla uchun esa processus zygomaticus yanoq o'sig'i nomini beradi. Mana bu rasmga e'tibor beramiz. Ustki jag maksil alohida olingan suyak.
Mana bu suyaklarda nimalar bor? Mana o'sig'lari. Processus frontalis ko'zning medial devorini hosil qiladigan, processus zygomaticus yanoq o'sig'i, processus alveolaris mana alveolar o'sig'i tishlarga qaragan o'siq va bizda keyingi o'sig'i bor. Processus palatinus, ya'ni mana tanglayni hosil qiladigan o'sig'i. Tanglayning qattiq qismini hosil qiladi. Bizda tanglay yumshoq qism va qattiq qismga bo'linar edi. Xo'p, demak, yuzalar bor. Mana fascis orbitalis ko'zning pastki devorini hosil qiladigan mana bu yuzasi. Va fascis anterior mana oldingi yuzasi. Mana bu biz ko'rib turgan yuzi fascis anterior. Va tish yuzasi bor. Oldingi yuzi mana shu fascis anterior yuzasi hisoblanar ekan. Mana bu yerda mana tuber maxillai bor. Ya'ni ustki jag'ning do'mbog'i hisoblanadi va sinus maxillaris. Sinus maxillaris bu mana shu yerdan gaymor bo'shlig'iga yo'l ochiladi. Ya'ni sinus maxillaris degani bu gaymor bo'shlig'i degan ma'noda ham keladi. Mana bu rasmga qaraymiz. Bu rasmda ham ustki jag' suyagini to'laqonli bergan. Mana bizda sinus maxillaris gaymor bo'shlig'i. Ya'ni sinus maxillaris degani bu gaymor bo'shlig'i degani. Ya'ni bizda peshonamizda sinus maxillaris, sinus etmoidalis, sinus frontalis, sinus sphenoidalis degan 4 ta bo'shliq bo'ladi. Undan bittasi sinus maxillaris, ikkinchi nomi gaymor bo'shlig'i. Shu yerga suyuqlik, yiring yig'ilishi natijasida gaymarit degan kasallik kelib chiqar ekan. Xo'p, demak, e'tibor beramiz, yana nimalar bor? Mana, e'tibor bersangiz, qirg'oqlari bor. Buni ham margo lacrimalis degan, ya'ni ko'z yosh suyagi bilan o'tadigan qirg'og'i bo'ladi. Ya'ni foramin infraorbitali ko'zning pastki devorini hosil qilishda ishtirok etgandan keyin albatta ko'zning pastki qirg'og'ini hosil qiladi va ko'zning pastki teshigini ham hosil qilishda ishtirok etadi. Mana bu rasmda har bir joyi qisman alohida berib o'tilgan. Mana bu rasmda ham mana pastki tomondan tishlar olib tashlangan holda ko'rinishi. E'tibor bersangiz, mana tishlar joylashgan joy. Mana tishlar orasida bo'ladi, bizda mana bu orasidagi mana bu to'siqlar. Ko'rinayotgan mana shu to'siqlarning har biri septum interalveolari deyiladi. Endi bizda mana bu yerda mana aytuvdim, yuqorida septum interradiculari degan to'siq ham bor. Bu murakkab to'siq. Nima uchun? Katta oziq tishlarda bo'ladi. Mana bitta katta oziq tish 3 ta katakchadan iborat. Har bir katakchaning orasidagi mana bu to'siqlarni biz septum interradiculari deymiz. Yuga alveolariyalar bor va arcus alveolari. Arcus alveolari mana tishlarning birikkan joyidagi ravoqlar hisoblanadi. Undan yuqorida bizda yuga alveolarilar, bo'rtqlar joylashgan bo'lar ekan. Ana endi biz pastki jag' mandibula haqida sizlar bilan batafsil gaplashamiz. Mandibula pastki jag' suyagi, visceral cranium, ya'ni yuz qismi suyaklarining toq suyagi hisoblanadi. U juft suyak sifatida intramembranoid, ya'ni parda ichki va endochondral ossification, ya'ni tog'ay ichki suyaklanish orqali rivojlanib, tanadan korpus va ikkita keng shox ramusdan iborat bo'ladi. Ya'ni mana bu qismi korpus qismi, mana bu qismi shox qismi. Shox bilan korpus qismini o'zaro ajratib turuvchi angulus mandibulai burchagi bo'ladi. Xo'p, demak, pastki jag' suyagi bosh suyagining qolgan qismi bilan articulata temporomandibularis, chakka pastki jag' bo'g'imi orqali bog'langan yagona suyak. U barcha chaynov mushaklari muskuli masticatori uchun birikuv joyi xizmatida foydalaniladi. Demak, qarang, e'tibor bersa ikkita qismdan iborat ekan. Birinchi qismi korpus, ikkinchi qismi shoxdan iborat ramus qismi hisoblanar ekan. Mana bu rasmda ham berilgan. Ana endi biz sizlar bilan korpus mandibula, pastki jag'ning tanasi haqida gaplashamiz. Tanasi asosan ikkita qismdan iborat bo'ladi. Korpus, ya'ni bazis qismdan iborat bo'ladi va pars alveolaris qismdan iborat bo'ladi. Demak, bazis mandibulai, mana havorang bilan berilgan mana bu sohamiz bazis asos qismi hisoblanadi. Asos qismida nimalar bor? Alveolar dentalis, tish katakchalari, mana tish katakchalari, ya'ni tishlar joylashgan joylar, septalar. Biz aytdik, septum interalveolari, septum interradiculari. Tish katakchalarini ajratib tursa interalveolari, katta oziq tishlar katakchalarini ajratib tursa septum interradiculari deb atalar ekan. Xo'p, keyingi qismi pars alveolaris qismi, tishlar joylashgan qismi hisoblanadi. Tishlar joylashgan qismda nimalar bor? Protuberantina mentalis, iyak do'mbog'i. Iyak do'mbog'i mana bu yerda bo'ladi. Va tuberculum mentale, engak do'mboqchasidan iborat bo'ladi. Mana bu yerimiz iyak, iyakning, demak, mana bu yerda iyak do'mbog'i va uning kichkina do'mboqchasi joylashgan bo'ladi. Foramen mentale, iyak
teshigi yoki u yerdan qon tomir nervlar o'tadi. Mana ikki yonda joylashgan bo'ladi. Ikki yonida ham bo'ladi. Va spina mentalis superior et inferior. Ya'ni spinasi bo'ladi. Mana shu yerda. Bu yerda ko'rinmagan, ya'ni spinasi joylashgan bo'ladi. O'sha spinasi demak yuqori va pastki spinalarga bo'linadi. Fossa digastrika. Endi qarang, ichki yuzasi bor. Korpus qismini. Ichki yuzasi juda muhim. Ichki yuzasida juda ko'p chuqurchalar bo'ladi, mushaklar birikadigan. Xo'p, asosan bizda mana shu chuqurchalar bor. 3 ta chuqurcha. Farqlab olishimiz kerak bo'ladi. Fossa digastrika degani 2, gastrika qorin qism degani. Fossa digastrika ikki qorinli mushak, musculus digastricusning oldingi qorinchasi, ya'ni gastricus anterior oldingi qorinchasi kelib yopishadi. Ikkinchi chuqurcha fava sublingualis, til osti chuqurchasi, mana bu yerda joylashgan til osti chuqurchasi bir juft bo'ladi. Undan oldin ko'rsatgan fossa digastricus mana bu yerda bo'lar edi. Va biz ana yerda spina mentalis, ya'ni engakning o'siqlari deganlik, mana yuqorida spina mentalis superior, pastda spina mentalis inferior bo'lar ekan. Endi qarang, uchinchi chuqurchamiz submandibularis, jag' osti chuqurchasi, jag' osti bezi joylashadigan chuqurcha bo'ladi. Fava submandibularis, fava submandibularis demak, mana pastroqda bo'ladi, ikki yonda. Mana bu yerlarda joylashgan bo'ladi fava submandibularis. Liniya obliqva qiyshiq chiziqdan iborat bo'ladi. Mana yashil rang bilan berilgan. Bu qiyshiq chiziq ham ikki yonda joylashgan bo'ladi. Va oxirgisi canalis mandibulae, ya'ni pastki jag'ning kanali. Kanaldan albatta qon tomir nerv tolalar o'tgan bo'ladi. Demak, mana bu qismi pars alveolar qismi, mana bu qismi korpus qismidan iborat ekan. Asos qismi, bazis qismidan. Demak, ikkita qismdan iborat bu korpusi. Ana endi sizlar bir ramus qismi haqida gaplashamiz. Ramus qismi ham juda muhim qismi. Chunki pastki jag'ning muhim suyak hisoblanishi u harakatchan kalla suyaklaridan atigi bitta dona suyak. Qolgan 22 ta suyak harakatsiz suyak. Endi qarang, unda nimalar bor? Ajratib turuvchi angulus mandibulae, ya'ni uning burchagi bor, mana ikki tomonda joylashgan burchagi bo'ladi va ikkita qirrasi bo'ladi. Qirg'oq g'adir budurligi, tuberistas massaterica, chaynov mushaklari birikadigan g'adir budurlik bo'ladi va ikkinchisi tuberistas pterygoida, qanotsimon g'adir budurlik bo'ladi. Musculus pterygoidus kelib birikadi. Tuberistas massatericamiz asosan tashqi tomonda joylashgan bo'ladi. Misol uchun mana bu suyak deylik. Mana bu angulus mandibulae, mana bu shoxi mana shunday holatda joylashgan bo'ladi. Bu tomonga qarab korpus ketadi. Bu yog'idan, demak, yuqori ko'rsatgan joyimiz bu shox qismi, bu tomon esa bizda korpus qism, bu tomon shox qism. Demak, yuqorisida joylashgan g'adir budurligi bor, u tuberistas massaterica, chaynov mushaklari birikadi. Ichkari tomonda joylashadigan g'adir budurligi bor, unisi tuberistas pterygoida, qanotsimon mushak birikadigan g'adir budurlik. Va yugal velariya, tishlar bo'rtib chiqqan yuzalari bo'ladi bunda ham. Fossa retromalaris, foramen mandibulae, ya'ni pastki jag'ning teshigi processus asosan ikkita o'sig'idan iborat bo'ladi. Processus condularis o'sig'i, bitta condularis o'siq va processus caronoideus, tochsimon o'sig'idan iborat bo'ladi. Demak, mana bu yerda tochsimon, mana bu yerda kondular. Mana shu condularis o'sig'i biz kecha o'tdik, chakkaning pastki jag' chuqurchasi fava mandibularis qismiga mana shu condularis o'sig'i kirib turadi va bemalol harakatlana oladi. Mana shu yerni 3 ta boylam mustahkamlab beradi. Bu degani kalla suyagida atigi bitta bo'g'im bor, u ham nomi articulativ mandibularis va uni 3 ta boylam mustahkamlab beradi. Bo'ldi. Xo'p, demak, processus condularis o'sig'i bo'g'im o'sig'i hisoblanadi. Unda, demak, bo'yni bor ekan, collum mandibula va capitulum boshchasi bo'lar ekan. Processus caronoideus tochsimon o'sig'ida asosan incisura mandibulari. Qarang, ikkita o'siq chiqdi, mana yuqorida ko'rsatyapman. Pastda esa ya'ni bu ikkita o'sig'ining orasida albatta bizda o'yma hosil bo'ladi. Incisura mandibulae deymiz. Lingula mandibulae, pastki jag'ning tilchasi ham muhim bo'ladi. Tilcha ichki tomonda kichkina joylashgan mana bu yerda bo'ladi. Lingua mandibulae, pastki jag' tilchasi hisoblanar ekan. Demak, mana bu suyakka qarasak, pastki jag'ni haqiqiy bir suyakda ko'rsatilgan qismi. Xo'p, demak, mana processus condularis, condular o'siq, mana processus caronoidalis, ya'ni tochsimon o'siq. Orasida incisura mandibulari, o'ymas hosil bo'lardi. Mana ikkita qismdan iborat. Yuqori mana bu qism shox qism, mana bu qism korpus qism. Shox qismda nimalar bor? E'tibor bering, mana asosan angulus bilan ajratib ko'rsatilgan.
Shoh qismida mana tashqi tomonda tuberositas massetericus, ya'ni chaynov mushaklari kelib birikadigan g'adir-budurligi bo'ladi. Buni ichki yuzasini ko'rsak, tuberositas pterygius bo'ladi. Mana ichki tomonida bo'ladi. Xuddi mana shu suyakni ichki tomonda joylashgan bo'ladi. Va e'tibor bersak, asosan nimalar bor yana? Asos qismida mana foramen mentale bor. Ya'ni iyakning teshigi, iyak bo'rtig'i, protuberantina mentalis bor. Korpus qismida pars alveolaris, tishning alveolar qismi bor. Mana tishlar orasidagi to'siqlar, septum interradicularia katta va kichik oziq tishlarda, septum interalveolaria qoziqlar bilan kurak tishlarda bo'ladiganlar mana bu suyakda ko'rsatilgan. Va mana bu yerda mana pastga qarab ketgan yuga alveolariyalar ham berilgan. Mana bu suyakning ichki tomoniga e'tibor bersak, nimalardan iborat? Mana bu yerda ichki tomonida iyakning ichki tomonida spina mentalis bor. Ular ham spina mentalis superior et inferiorga bo'linar edi. Va ichkari tomonni yuqorida ham ko'rsatdim. Linguani qayerda bo'lishini, kichkina tilchasi bo'ladi. Va fave pterygius degan qanotsimon chuqurcha bo'ladi. Qanotsimon chuqurcha qayerda bo'ladi? O'zi biz ikkita yo'sig'idan iborat edik. Tochsimon o'siq, kondular o'siq. Orasida o'yma, insizura. Tochsimon o'siq bilan mana bu yerda kondular o'siq. Kondular o'sig'ining ichki tomonida bitta chuqurcha bo'ladi. Bu favea pterygidia deyiladi. Uni o'zi ikkita qismdan, kaput boshdan, kollum bo'yindan tashkil topgan bo'ladi. Va mana bu yerda tishlar bor. Bizda tishlar 4 xil bo'lardi. Kurak tishlar dentis incisiva, qoziq tishlar dens canina, dentis premolaris kichik oziq tish, dens molaris esa katta oziq tishlardan iborat bo'lar ekan. Kichik oziq tish va katta oziq tishlar orasida septum interradicularia bo'ladi. Kurak bilan qoziq tishlar orasida septum interalveolari kabi chegaralar, ya'ni to'siqlar bo'lar ekan. Mana bu yerda mana suyakning ichki tomonidan ko'rinishi ham berilgan. Biz aytdik, eng muhim ichki tomonida korpus qismining ichki yuzasi fascis interiorida 3 ta chuqurcha bo'ladi dedim. Fossa digastrika, ikki qorinchali mushakning oldingi qorinchasi birikadigan joyi. Fave sublingualis, til osti chuqurchasi mana bu yerda bo'ladi va fave submandibularis mana ikki yonda bo'ladi, jag' osti chuqurchasi. Va mana bu yerda spina mentalis bor ekan, ya'ni iyakning o'siqchasi. Mana tishcha lingua tilcha demoqchi edim. Lingua mandibulae. Xo'p, bu yerda demak korpus mandibulae bor. Tuberositas pterygius demak ichkari tomonda bo'lar ekan. Ya'ni qanotsimon g'adir-budurliklar bo'ladi. Xo'p, e'tibor bersak, tilchadan ichkariga qarab kanal ketadi. Ya'ni canalis mandibulae, u yerga qon tomir nerv tolalari kiradi. Keyin yana bitta liniya bo'lardi. Tashqi yuzasida liniya oblik va qiyshiq liniyani ko'rgandik. Endi ichki yuzasida ham bitta liniya bo'ladi. Mana bu yerda ketgan liniya melohidea. Jag' til osti liniyasi degan ma'noni anglatadi. Demak, bunga ham mushaklar kelib birikadi. Va mana bu yerda sulcus melohideus bor, jag' til osti egati va foramen mandibulae. Pastki jag'ning teshigi. Teshikdan ichkariga qarab canalis mandibulari davom etadi. Teshikdan yuqorida tilcha joylashgan bo'ladi. Demak, har bir qismni alohida bo'lib o'rganamiz. Ana endi siz bilan yanoq suyagi, os zigomaticum haqida gaplashamiz. Yanoq suyagi os zigomaticum deb visceranium yuz qismining juft suyagi hisoblanadi. Ikki tomonda joylashgan intramembranaceous ossification, ya'ni parda ichki suyaklanish orqali rivojlanadi. U chakka suyagining yanoq o'simtasi processus zigomaticus bilan birgalikda yanoq yo'yi arcus zigomaticusni hosil qilishda ishtirok etadi. U ichida yanoq nervus zigomaticusni saqlaydi. Bu nerv suyak ichida ikkita terminal shoxiga bo'linadi. Yanoq suyak ustidagi teri va chakka chuqurchasini innervatsiya qilib berar ekan. Demak, mana bu yanoq suyagining qismlari asosan qanday qismlardan iborat? Ajratib ko'rsatilgan mana bu suyagimiz bu yanoq o'sig'i os zigomaticum. Demak, ikkita o'sig'i bo'ladi. Processuslari peshonaga ketgan o'siq, mana processus frontalis. Hop, qizil bilan belgilaymiz. Mana processus frontalis va bizni chakkaga ketgan o'sig'i bor. Mana bu yerda chakka o'sig'i bilan yanoq ravog'ini hosil qiladigan processus temporalis. 3 ta yuzasi bo'ladi. Fascis lateralis, ko'zning devorini, lateral devorni hosil qiladigan lateral yuzasi bor mana bu yerda. Fascis adashdim, lateralis chekka tomonda bo'ladi. Mana bu orbital yuzasi. Aytmoqchi edim, ko'zning orbital lateral devorni hosil qilishda ishtirok etadigan orbital yuzasi demoqchi edim. Orbital yuzasi va uchinchisi fascis temporalis, ya'ni chakka bilan hosil qiladigan yuzasi hisoblanar ekan. Teshiklar asosan 3 ta teshikdan iborat. Foramen zigomatica orbitale,
yanoq bilan ko'z orasida joylashgan teshigi ham mana bu yerda bo'ladi. Ikkinchi teshik foramen zigomatiko-faciale, yuza bilan hosil qiladigan va foramen zigomatika temporale, chakka tomonda joylashadi. Bunisi chakka bilan hosil qiladigan uchinchi teshigi bo'ladi. Ya'ni bitta ko'z bilan, bitta o'zi bilan va bitta chakka bilan teshiklar hosil qiladi. Albatta, u yerda nervlar kirib chiqib turadi, nerv shoxlari. Mana bu yanoq suyagi. Yanoq suyagining demak, mana bu processus frontalis peshanaga ketgan o'sig'i, mana bu tomonda processus temporalis chakka bilan yanoq ravoni hosil qiladigan qismi. Va foramen zigomatiko-faciale degan teshikchasi, mana bu yuza facies lateral yuzasi, lateral tomonga qaragan yuza hisoblanadi. Va e'tibor bersak, facies temporalis chakkaga qaragan yuzasi mana bu tomonda bo'lar ekan. Demak, bunda aylantirganda ko'rinadi va foramen zigomatiko-temporale ham shu tomonda bo'ladi. Chakka tomonga qaragan tomonida bo'lar ekan. Ana endi sizlar bilan tanglay suyagi os palatinus haqida gaplashamiz. Tanglay suyagi yuz suyaklari qatoriga kiruvchi suyak hisoblanadi. Os palatinum deb ataladi. Visceral cranium yuz qismining juft suyagi bo'lib, intramembranaceous ossification parda ichki suyaklanish orqali rivojlanadi. U bir-biriga perpendikulyar joylashgan ikkita plastinkadan iborat bo'lib, L harfi shaklida joylashgan hisoblanadi. Ular lamina horizontalis gorizontal plastinka, lamina perpendicularis perpendikular plastinkadan iborat bo'ladi. Demak, mana bu lamina horizontalis o'zi gorizontal narsa yon holatda joylashgan qism hisoblanadi. Lamina perpendicularis yuqoriga qarab ketgan qism hisoblanar ekan. Demak, gorizontal plastinka yuqori jag' suyagi bilan birga palatin durum qattiq tanglayni hosil qilib turar ekan. Lamina horizontalis qismida nimalar bor? Asosiy ikkita yuzasi bor. Facies palatina, tanglay yuzasi, facies nasalis, burun yuzalari. Demak, mana tanglayga qaragan yuzasi o'zini facies palatina va facies nasalis burun yuzasi hisoblanar ekan. Mana pushti rang bilan berilgan yuza. Xo'p, albatta tanglay yuzasi g'adir budur, eslab qolamiz. Tanglay yuzasi g'adir budur, burun yuzasi esa silliq bo'ladi. Shunisi bilan ikkita yuzani farqlab olsak bo'ladi. Ikkita kristadan qirradan crista palatina tanglay qirrasi, crista nasalis burun qirrasidan va ikkita teshik foramen palatinum major, foramen palatinum minor kabi teshiklardan iborat bo'ladi. Demak, major mana bu yerda bo'ladi. Mana havo rang bilan berilgan juft va minor ikkita kichkina teshikchalardan iborat bo'lar ekan. Va canalis palatinus major, ya'ni katta tanglay egati bo'ladi. Processus piramidalis, piramidal o'sig'i mana bu yerda joylashgan pavnasimon suyakning qanotsimon o'simtalari sohasiga kirib turar ekan. Mana bu qismi lamina perpendikular qismi. Ikkita yuzasi farqlanadi. Facies nasalis, facies maxillaris. Ya'ni nasalis sariq rangda berilgan, ya'ni burun hosil qilishda va maxillaris yuqori jag'ni hosil qilishda ishtirok etadigan yuzalar bo'ladi. Sulcus palatinus major, maxilla va processus pterygoides bilan birikib, canalis palatinus majorni katta tanglay egatini, kanalini hosil qilib beradi. Crista conchalis, ya'ni chig'anoq qirralari facies nasalisda joylashgan, burunga yaqin concha nasalis inferiorga birikadi. Crista etmoidalis g'alvirsimon qirrasi crista conchalisdan yuqorida joylashgan concha nasalis mediaga birikib turar ekan. Crista nasalis burun qirrasi bor, burun to'zg'ini shakllantirishda ishtirok etadi. Spina nasalis posterior bor, orqa burun o'tkir o'sig'i bor. Demak, asosan 3 ta o'sig'i bo'ladi. Processus piramidalis piramidal o'siq, processus orbitalis ko'zga ketadigan o'sig'i, processus sphenidalis demak ponasimon suyakka ketadigan o'siqlari bo'ladi. Albatta, processus orbitalis ko'zning pastki devorini hosil qilishda ishtirok etadi. Va incisura sphenipalatina, ya'ni os sfenidale bilan birikib foramen sfenipalatinni hosil qiladigan qismlari bo'lar ekan. Mana tanglay suyagining har tomonlama ko'rinishlari mana bu rasmda berilgan. E'tibor bersangiz, mana qirralari bor. Crista etmoidalis g'alvirsimon bilan birikadigan, crista conchalis burun chig'anog'ini hosil qiladigan va processus piramidalis piramidal o'sig'i bo'ladi. Perpendikulyar mana yuqoriga ketgan o'siq, mana bu gorizontal o'siq, mana bu piramidal o'siq. Uchta o'siqni farqlab olsangiz bu juda ham oson. Processus orbitalis o'sig'i bo'ladi. Mana yuqoriga ketgan, bu ko'zning pastki devorini hosil qiladi va processus sphenidalis o'sig'i bo'ladi. Demak, 3 ta plastinka dedik. Ikkita, ya'ni o'zi ikkita plastinkadan iborat suyak. Perpendikulyar
va gorizontal. Endi undan 3 ta o'siq hosil bo'ladi, ya'ni piramidal o'siq, piramida shaklida va mana bu yerda ko'z o'sig'i bor, ko'zning pastki devorini hosil qiladigan va ponasimon o'sig'i bor, ponasimon suyakning qanotlariga birikadigan. Uning orasida bitta o'yma hosil bo'ladi, insizura sfena palatina degan o'ymasi hosil bo'lar ekan. Mana bu rasmda ham qismlari yaqqol ko'rsatilgan. Mana processus sphenidalis, processus orbitalis orasida mana bu yerda o'ymasi bo'ladi. Xo'p, keyin crista nasalis, burun qirrasi, mana burunning chig'anoqlari konxalarini hosil qiladi. Mana piramidal o'sig'i mana bu yerda bo'lar ekan. Va yuzalari bor dedik. Mana bu yerda lamina perpendikularisini ustki jag'iga qaragan yuzasi mana shu tomonda bo'ladi va mana bu yerda perpendikularisining burun tomonga qaragan yuzasi. O'zi ikkita yuzasi bor dedik. Asosan ko'proq tanglayning o'zining yuzasi bor, tanglayning burun yuzasi. Burun yuzasi silliq, o'zining yuzasi esa g'adir-budur holatda bo'lar ekan. Mana bu rasmda ham berilgan. Mana fascis palatina. E'tibor bersangiz g'adir-budur holatda, burun yuzasi esa silliq holatda bo'ladi. Va spina nasalis bor, burun o'sig'i bor. Mana bu yerda yana qaytadan ko'rsatilgan mana piramidal o'siq, sfenidal o'siqlar. Mana sulcus palatina major egati, ya'ni katta tanglay egatlari. Ana endi sizlar bilan til osti suyagi haqida gaplashamiz. Til osti suyagi os hyoideum deb ataladi. Til osti suyagi bu alohida suyak, ya'ni hech qanday suyakka birikmagan suyak hisoblanadi. Bo'yin mushaklari orasida 2-3 bo'yin umurtqalarining darajasida joylashgan toq suyak. Til osti suyagi endochondral ossification, tog'ay ichki suyaklanish orqali rivojlanadi. Unda hiqildoq, halqum, til, og'iz tubi mushaklari uchun birikish joylari mavjud. Kalla suyagi hosil qilishga ishtirok etmaydi. 6-bo'yin umurtqasining ro'parasida bo'yin mushaklari orasida joylashgan erkin suyak toq suyak hisoblanadi, hech qanday suyakka birikmagan. Til osti suyagi osteoidem korpus qismi bo'ladi. Mana asos qism. Ikki tomonda joylashgan cornu major, kattaroq shox va kichkina joylashgan cornu minor shoxlardan iborat bo'ladi. Juda ham kichkina suyak. Asos qismi suyakning markaziy toq qismi iyak, til osti, jag' til osti, bigiz til osti, to'sh til osti, yelka til osti mushagining yuqori qorni birikadigan joy, qorinchasi birikadigan joy hisoblanadi. Cornu majus katta shox, suyakning juft lateral qismi, tanadan orqaga qarab yo'nalgan, halqumning o'rta toraytiruvchi mushagi joylashadigan joy, qalqonsimon til osti pardasi birikadigan joy ekan. Cornu minus kichik shox bo'ladi, tanadan orqa bosh suyagi tomonga yo'nalgan, juft kalta o'simta bo'ladi. Kalta kattaga nisbatan halqumning o'rta toraytiruvchi mushagi boshlanadigan joy bo'lib, bigiz til osti boylami birikadigan joy hisoblanadi. Mana bu rasmga e'tibor bersak, mana alohida joylashgan bo'yin mushaklari orasida hech qanday suyakka birikmagan mushak paylari orqali bo'yin mushaklariga tortilib turadi. Mana, demak, asosan asos qismdan cornu minor va cornu majordan iborat bo'ladigan suyak hisoblanadi. Mana bu rasmga qarasak, os hyoideum qismlari yanada yaqqol ko'rsatilgan. Mana cornu minor, mana bu yerda cornu major va korpus qismdan iborat suyak hisoblanar ekan. Ana endi sizlar bilan har doimgidek bilarmidingiz? Hop, involution of the alveolar processus. O'simtalarning involyutsiyasi, ya'ni tishlar tushganidan so'ng yuqori jag' va pastki jag'ning processus alveolaris o'simtalar borgan sari kichrayib borar ekan. Sulci palatina tangloy egachchalari, ya'ni tanglayning katta tanglay nervi va tomirlarining nervus et vasa palatina majora shoxlari uchun tanglay tikanlari orasidagi egachchalar hisoblanar ekan. Spina palatina, ya'ni tanglayning tikanlari. Mana bu yerda joylashgan tanglay tikanaklari yuqori jag'ning pastki yuzasida joylashgan bo'ylama qirralar hisoblanar ekan. Hop, fossa insiziva kesuvchi tish chuqurchasi bo'lib, asosan ikki xil anatomik tuzilma uchun ishlatiladigan atama. Ya'ni kesuvchi tish, kurak tishlarning chuqurchasi hisoblanadi. Birinchi kesuvchi tish ustida yuqori jag'ning old yuzasida joylashgan sayoz chuqurcha hisoblanar ekan. Mana bu yerda joylashgan. Hop, ikkinchisi kesuvchi tishlar orqasida chuqurcha, bu yerda foramina insiziva va canalis insiziva pastki uchlari joylashgan bo'ladi. Va hiatus maxillaris bu gaymor bo'shlig'i hisoblanadi. Bullet medalis hisoblanadi. O'rta burun chig'anog'ining ilgaksimon o'simtasi va tanglay suyagi tomonidan toraytirilgan.
Hop, trigonium retromaliare, retromaliar burchak, 3-oziq tishi orqasida joylashgan uchburchaksimon bo'shliq. Mana bu yerda berilgan joy ekan. Va fossa retromaliaris, retromaliar chuqurcha bo'lib, uchburchakda, retromaliar uchburchakda joylashgan chuqurcha. Demak, bunisi, mana. Va lingula mandibulari, pastki jag' tilchasi old tomondan foramen mandibula ni chegaralab turadi. Ligamentum sphenomandibular, ya'ni mana shu bo'ylamni birikish joyi bo'lib xizmat qiladigan joyi bo'lar ekan. Lingua mandibulari, ya'ni sphenomandibular deyapti. Ponasimon suyakdan boshlanib, pastki jag'ning tilchasiga kelib birikadigan bo'ylam. Liniya oblikva, qiyshiq chiziq, mana tashqi yuzasida berilgan. Bizda ichki tomonda liniya mulohidaya ham bor edi. Qiyshiq chiziq pastki jag'ning tashqi yuzasida joylashgan bo'lib, mental do'mboqqa boradigan pastki jag' asosi bazis mandibulayening alveolar qismidan ajratib turadigan chiziq. U yuz mushaklari boshlanish joyi xizmat qiladi, ya'ni musculus facialisning boshlanish joyi hisoblanar ekan. Ossa suturarium, chok suyaklari. Demak, mana sariq rang bilan berilgan chok suyaklari hisoblanadi. Vormian bonis, vormian suyaklari deb ham ataladi. Ular kalla suyak choklari ichida ko'pincha tepa suyaklari atrofida joylashgan turli o'lchamdagi kichik tartibsiz suyaklar hisoblanar ekan. Ana endi klinik ahamiyatiga kelamiz. Chunki klinika bizda juda muhim. Maksilla yuqori jag'ning sinishi ko'pincha Lefort frakturalari bo'yicha tasniflanadi, ya'ni 1, 2, 3 darajalar orqali tasniflanadi. Sinus maxillaris, ya'ni gaymor bo'shlig'i, yuqori jag' bo'shlig'i yallig'lanishi sinusit keltirib chiqaradi, ya'ni jag' tish og'rig'i bilan ketishi mumkin. Osteomiyelit, suyak yallig'lanishi tish infeksiyalaridan keyin rivojlanadigan kasallik. Yuqori jag'ning rezorbsiyasi, protez ishlatilganda yoki tishlar qo'yilganda, asosan tishlar yo'qolgan paytlarda bu rezorsiya tezlashib ketar ekan. Mandibula, pastki jag', mandibula sinishi yuz suyaklari orasida eng ko'p uchraydigan. Bu odatda bruxizm, ya'ni tishni qisilish travmadan so'ng yuz beradi. Temporomandibular bo'g'im disfunksiyasi, og'riq, chaynov buzilishi klik ovozi bilan namoyon bo'ladi. Mandibular osteomiyelit tish yoki milk infeksiyalari fonida paydo bo'ladigan kasallik hisoblanar ekan. Hop, ana endi mana bu rasmga e'tibor bersak, retrognatiya va prognatiya, pastki jag'ning noto'g'ri rivojlanish deformatsiyalari. Deformatsiya bu suyakning noto'g'ri o'sishi bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Mana nijniya retrognatiya deyilyapti. Va mana bu normalniya, norma pastki jag' va mana bu verxniya retrognatiya. Ya'ni verxniya degani jag'ning oldinga chiqib qolishi. Mana jag'imiz oldinga, pastki jag' oldinga chiqib qolgan. Nijniyada pastki jag' nabarot orqaroqqa ketib qolgan. Xo'p, tilosi suyak osteoidium, infragioid va supragioid mushaklar kasalliklarda paypaslashga sezgir bo'ladi. Vena funksiyasi, vena punktura, dural venoz qon namunasini olish uchun oldingi liqildoq orqali amalga oshirish mumkin. Liqildoqlar fontikuluslar bo'ladi, ya'ni ular kallada bo'ladi. Katta va kichik liqildoqlarga bo'linadi. Yangi tug'ilgan chaqaloq va go'daklarning miyasini oldingi liqildoq orqali ultratovush tekshiruv yordamida ko'rish mumkin. Oldingi va orqa liqildoqlar chaqaloq boshining tug'ish paytida to'g'ri yo'nalishni aniqlashga yordam beradi. Nutq va yutish buzilishlari til osti suyagi atrofidagi mushaklar shikastlanganda kuzatilar ekan. Nevrologik kasalliklar, masalan, insult, til osti suyagi sohasida mushaklar falaji yutishni qiyinlashtirib beradi. Sinusit, sinus bo'shlig'ining yallig'lanishi va burun bo'shlig'ining infeksiyalari tanglay suyagi orqali boshqa sohalarga tarqalishi mumkin. Tanglay suyak o'sma va kistalari odatda nazofaringal sohada paydo bo'ladi. Xo'p, bizda yana klinik ahamiyat. Rasmga qaraymiz. Yanoq suyagi sinishi ko'pincha tripod fraktura deb ataladi, chunki 3 ta bo'g'in joyida sinadi. Frontal, temporal va maksillar. O'zi biz bilamiz, ko'zga, chakkaga va ustki jag'ga birikib turadi. Ana shu yerda sinib chiqib ketishi mumkin. Ikkinchi suyakka e'tibor beramiz. Ikkinchi rasmda yanoq suyagi sinishi, ko'rish buzilishi, diplopiya, ikkilangan ko'rishga olib kelishi mumkin. Ya'ni biz bitta narsani ikkita ko'ramiz. Chunki ko'z kosasi devorlari ham zararlanadi. Chunki biz bilamiz, tanglay suyagi asosan yanoq suyagi ozigomatkum ko'zning bitta devorini hosil qilar edi. Va yanoq suyagi o'tkir shikastlanishda yuz asimetriyasi kuzatiladi. Ya'ni yuz bir tomoni osilgan holatda bo'lib qolishi mumkin. Rasmda ko'rsatilganidek qiyshiq holatda bo'lib qoladi. Xo'p, tug'ma tanglay yorig'i, palatoxizis, ya'ni bolalarda oziqlanish va nutq buzilishiga olib keladi. Ya'ni bo'ri tanglay degan kasalliklar deb hisoblayman. Ya'ni tanglayning turli xil noto'g'ri shakllari hisoblanadi. Mana bu rasmda ko'rgan rasmiylar mana shu kasallikka misol bo'ladi. Bo'g'ilish,
Strangulyatsiya holatlarida tilosiz suyagi sinishi sud tibbiy ekspertizada muhim belgi hisoblanar ekan. Demak, bundan bilish mumkin, bo'g'iganda asosan tilosiz suyagi sinib ketishi mumkin bo'ladi. Xo'p, asosan bizda choklar bor. Mana metopik choklar bor. Sagittal, lamboidal, bikoronal, unikoronal. Yangi tug'ilgan chaqaloq kalla suyagi choklarining muddatidan oldin yopilishi. Kraniosinostaz deb ataluvchi holatga olib keladi. Bo'z suyagining shakli o'zgarib, aqliy rivojlanishga nuqsonlar hamda gidrosefaliya bu kalla suyagining kattalashishi bilan bog'liq bo'ladi. Demak, e'tibor bersangiz, mana metopik holatda sagittal qismi uzunlashib ketgan, lamboidal chok, ya'ni ensa bilan tepa orasidagi chok uzunlashib, ya'ni kalla suyagi noto'g'ri shaklga kirib qolgan, bikoronal, mana ikkita korona toj kattalashib ketgan, koronal toj peshana bilan tepa orasida va unikoronal holatda bo'lar ekan. Xo'p, mavzuni mustahkamlash uchun keyingi slaydlardagi o'sha testlarga javob berishingizni so'raymiz. Bu hammasi sizlar uchun. Mana bu 5 ta test berilgan. Har bir testni ishlab, oldingi o'sha slayddagi javoblaringiz bilan tekshirishingiz mumkin. Mana bundan oldingi slayddagi javoblari bugungi slaydimizda berilgan. Bugun mana bu ishlaydigan testlaringizni javobi keyingi slaydimizda chiqadi. Keyingi sonimizni kutib qoling. Hammangiz uchun rahmat.